Hammaga salom. Hurmatli Buypin dasturi foydalanuvchilari. Ushbu videorolik orqali siz qanday qilib Buypin dasturidan promokod sotib olib, uni Midasbuy orqali UC larga almashtirishni o'rganib olishingiz mumkin. Buning uchun Buypin dasturini yuklab, undan ro'yxatdan o'tib, PUBG Mobile'dan UC sotib olish bo'limiga kirasiz va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan UC ni tanlaysiz. Misol uchun 60 UC. Ushbu UC ni tanlaganingizdan so'ng pastdagi Kupit belgisini, ya'ni tugmasini bosasiz. Va sizning hisobingizdan kerakli summa yechiladi va pastdagi promokodni kopirovat qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu kodni kopirovat qilib olganingizdan so'ng Google ga kirib Midasbuy deb qidirishingiz va Midasbuy ga kirib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu o'ng burchakdagi ikonkani ustiga bosib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va davlatlar orasidan Rossiyani tanlaysiz. Rossiyani tanlab bo'lganingizdan so'ng tug'ilgan yilingizni kirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga esa sizning o'zingizning elektron pochta manzilingizni kiritib, Midasbuy saytidan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga esa xohlagan parolingizni yozishingiz mumkin. Va bu yerga ikkita galochka qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Va sizning pochtangizga verifikatsiya uchun kod boradi va o'sha kod orqali siz Midasbuy saytidan ro'yxatdan o'tasiz. Va bu yerdan Verify Now tugmasini bosib, midasbuy.com saytiga kirasiz va hisobingiz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkaziladi. Keyin esa yana Google ga qaytib, Midasbuy promo deb qidirishingiz kerak bo'ladi va ushbu bo'limga kirishingiz kerak bo'ladi. Ushbu bo'limga kirganingizdan so'ng mana bu yerga o'zingizning PUBG Mobile akkauntingizni ID'sini yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga esa boyagi Buypin dasturi bergan promokodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va OK tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Bu yerdan esa Submit tugmasini bosasiz va hisobingizga 60 UC muvaffaqiyatli tarzda o'tkazib beriladi. Keyin esa o'zingizning PUBG Mobile akkauntingizga kirib, UC tushgan yoki tushmaganligini tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi ishonchli va tezkor. Mana do'stlar, qanday qilib Buypin dasturi orqali promokod sotib olib, uni Midasbuydan qanday qilib UC larga almashtirishni o'rganib oldingiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringizga ulashing. Va Buypin dasturi bo'yicha tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Buypin jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Buypin biz bilan juda qulay.